Oldingi prezident Islom Karimov davrida bitta qoida bor edi. Agar siz Toshkentdan tashqarida tug'ilgan bo'lsangiz va Toshkentda yashashni istasangiz, yuqori lavozimli davlat ishida ishlashingiz kerak edi. Aksariyat odamlar Toshkentda yashay olmas edi. Ular ma'lum muddat qolishlari mumkin edi. Ammo oxir-oqibat politsiya ularni to'xtatib, amalda poytaxtdan chiqarib yuborishi mumkin edi. Lekin Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, bu qoidani o'zgartirdi. Endi Toshkentda yashashni istagan har kim bu yerda yashashi mumkin. Bu esa aholi sonining haddan tashqari ko'payishiga olib keldi. Hozir Toshkentda deyarli 4 million kishi yashaydi. Hozirgi Toshkent esa 2 million yoki ehtimol 1,5 million aholi uchun loyihalashtirilgan edi. Tirbandliklarning asosiy sababi ham shu. Aholi zichligi juda yuqori bo'lib ketdi. Biror yirik loyiha qurish kerak degan g'oya paydo bo'ldi. Aks holda shahar yanada haddan tashqari gavjumlashib ketardi. Bilasizmi, Toshkentning o'zida katta qurilish uchun deyarli yer qolmagan. Menimcha, yangi prezidentning kelishi yangi Toshkent kabi yirik loyihalarning amalga oshirilishiga sabab bo'ldi.